Sentabr vaqasidan keyin dunyoda ko'plagan o'zgarishlar bo'lganidek, bu qitimliq Xitoy virusidan keyinmi dunyoda cho'ng o'zgarishlarning bo'lganligi qayd qilinyapti, ko'zimiz ko'rinyapti. Biz virus balasi bilan uylarimizga solinib o'tirayotgan bu minutlarda dunyoda cho'ng o'zgarishlar yuz beryapti. Yangi dunyo tuzilmasi qurilyapti. Dunyoning bir parchasi Uyg'urlar kompyuterni oldiramda kelayotgan shu paytda dunyo digital dunyoga, ya'ni raqamli dunyo sistemasiga ko'chish olib turmoqda. Qandaqlı bo'lsin, bilim-fanni so'yadigan, yangilikqa intiladigan bizdek bir millat dunyo iqtisodiy va siyosiy yetishilmasakmi, yangi dunyo tushunchasiga yetishishimiz intayin muhim. Davlatlar bo'lmaydigan, qog'oz pullar haylanmaydigan, har odam kichik qurilma orqali boshqariladigan, dunyoning qayerda bo'ling, markaziy kuch tarafidan kontrol ichida bo'ladigan davr boshlanish olib turmoqda. Xitoyning Wuhan shahridagi virus tadqiqot o'rnida yasab chiqilgan bu vahshiy virus butun dunyodagi insonlarni qo'rqinchga solish bilan birga dunyo tuzilmasining o'zgarishiga yaqin berdi. Diktator Shi Jinping o'tirib qo'ygan Jungo tushini qara bosdi. Uning dunyoni iqtisodiy ishg'ol qilish uchun boshlatgan Ipak yo'li plani suvga chilashdi. Xitoyning imperator bo'lish kuchi bu virusdan keyin barbod bo'ldi. Xitoy endi dünyadaki cho'ng davlat bo'lolmaydi. Dunyodagi asosiy iqtisodni qo'lga olgan iqtisodiy kuchlar bundan 40 yil burun ishlab chiqarish va dunyo iqtisodiy yo'nalishining ochqichini Xitoyga bergan edi. Xitoy sirtdan silingan nihoyat zo'r miqdor bilan jiddiy shaklda taraqqiyotga yuzlandi va bugungi kun kelganda haddini bilmagan Shi 2030-yilgacha dunyoning birinchi iqtisodiy va harbiy kuchiga aylanish, 2050-yilga borganda dunyoning imperatoriga aylanish kuchini ko'rdi. 没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。 Dal mush vaqtda 40 yilning oldidagi dunyo iqtisodining ishlab chiqarish o'yinining ochqichini berganlar turdi. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. Xitoy bu 30 yil ichida nima ishlarni qildi? Xitoyning qarniyati qadam-qadam bu yer 1980-yillarda Xitoyning Shanxi o'lkasining kichik bir baliqchilik kenti edi. Fakat 30 yil ichida nüfusi 10 millionlik bir markaziy shaharga aylandi. O'sha vaqt ichida Xitoydagi namratlik nisbati %88 dan %4% tushgan edi. Bu tanlovga asoslangan vaqtda Xitoyning iqtisodiy ish sur'ati %6-8% yetgan edi. Agar iqtisoddagi 70 qoidani o'ylashgan vaqtida buningdan Xitoy iqtisodining 10 yilda bir qatlanganligini faraz qilgan bo'ladi. Bundaqcha aytganda, Amerika iqtisodiga qaraganda Xitoy iqtisodi 3 hissalik surat bilan ishlayotganligini. Bundan boshqa Xitoy trillion dollarlik alohida planni yo'l qo'ygan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi savdo qiymini kontrol qilish uchun jiddiy harakat qilgan. Mana bu Xitoyning plani. Yaqinda Xitoyning ichki o'lkalardan boshlanib, vatanimiz Sharq Turkistonni bosib o'tib, Pokistonga ochilgan yangi tosh yo'l. Qozog'istonga yangi vokzal silindi va Sri Lankada yangi dengiz porti ochildi. Bu 3 qit'ani qoplagan va dunyo nüfusining 60% dan ko'pragini o'z ichiga olgan turning bir qismi bo'lib, bu Xitoyning yer shari savdosini kontrol qilish orqali dunyoning darajadan tashqari cho'ng davlat bo'lishga boshlagan dastlabki qadam edi. Xitoyning trillion dollarlik Ipak yo'li va iqtisodiy rayon turi boshlangan bo'lib, bu 2010-yili Shi Jallab Qozog'iston hukumati bilan qadimgi Ipak yo'li haqida paranglashdi.
bir aydan keyin Indoneziyada bu Tun Xin shunga Zhuye. o'xshash nutq so'zladi. Bu ikki nutq kishining Xitoyga varislik qilgan trillion dollarlik gigant qurilish to'g'risidagi tunji so'zi edi. Bundan boshqa Xitoyning cho'ng planining ikki tarkibiy qismi bo'lib, Xitoydan olti iqtisodiy belbog' rayonni ichish va Xitoyga import eksport qilish uchun yangi yo'l bilan ta'minlaydigan Qozog'iston va Rossiyaga o'tish. Bu koridorlar Xitoyga import eksport qilish uchun yangi yo'l bilan ta'minlaydi. Qozog'iston va Rossiyaga o'xshash Xitoyni Londonga tutashtirdi. Masalan, Kaspiy dengizidan Xitoyga so'zilgan tabiiy gaz turbi liniyasi va yuqori sur'atli poyezd liniyasi qatorliqlarning hammasi Xitoy boshchiligidagi tashabbuslar. Undan boshqa bu yerda dengiz ipak yo'li bo'lib, dengiz ipak yo'li Janubiy dengizdan Afrikaga tutishadigan va Xitoyga savdo qiladigan dengiz zanjiri. Xitoyning yangi planlaridan birisi ipak yo'li neft ayirish zavodi, sanoat markazi va optik talab turini o'z ichiga oladi. Bularning hammasi Xitoyning dunyo bilan bo'lgan savdosini qolaylashtirish uchun tayyorlangan. Hozirga qadar 60 necha davlat bu turlar uchun kelishim imzoladi. Tizimlik kun sari ishlayotgan edi. Chunki buni Xitoy ko'pchilik davlatlarning teng foydalanadiganligini qattiq tashviq qildi. Masalan, Pokistonni misol oladigan bo'lsak, O'rta Osiyodagi nurg'un davlatlarga o'xshash chegirlik masalasi avj olgan bo'lib, Pokistonning iqtisodiy to'xtab qolgan edi. Pokiston Xitoy kelganga qadar chet el mablag'ining avj joyi emas edi. 2001-yili Xitoy o'z yangiqini pul chiqarish bilan Pokiston Gvadirdagi bir kichik baliqchilik bozori, ya'ni 2018-yilgacha tamomlangan yangi tosh yo'l va temir yo'li bilan 62 milliard dollarlik koridorga aylangan Gvadir porti iqtisodiy belbog' bilan Xitoyning dengiz ipak yo'li uchrashgan joyiga aylandi. Hamda bu har ikki davlatga foydali deb qaralib, Pokiston 8 yildan buyongi eng yuqori GNP'sini, ya'ni ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatini yuqori sonliq ma'lumotga yetkazdi. Hamda dunyodagi gigant aksi bo'lgan Xitoy hukumati bilan quyuq munosabat o'rnatdi. Shuning bilan birga Xitoy O'rta Sharqda Xitoy neft va tabiiy gaz boyligi uchun yangi tanlash yo'liga erishdi. Dunyodagi eng chong yangi savdo to'ri 68 davlatga tutishdi va 4 milliard 400 million odamni o'z ichiga oldi. Bu savdoda Xitoy erishgan ikkinchi nuqta bugungi kunda 10 chong qurilish shirkati bo'lib, 7si Xitoy qurilish shirkati hisoblanadi. Chunki ular har yerda qo'llashga erishdi. Xitoy yana ularga milliard dollarlik qarzlar bilan ta'minlash orqali G'arb dunyosining mablag' silishining o'rniga Xitoyning mablag'ini setaverishga keltiriladi. G'arb dunyosi bo'lsa, bu iqtisodiy kengayishga qarab turishdan boshqa hech qiyin emas. Bu davlatlarning ko'pinchisi Xitoy qarzni qaytara olmaydi. Bundaqda Xitoy nima uchun ularga davomli qarz beradi? Javobi nihoyat oddiy. Xitoy o'tgan bir yilda yangi port qurish uchun Sri Lankaga 1,5 milliard dollar qarz berdi. Sri Lanka dengiz ipak yo'lidagi muhim ochiqishliq bekat edi. Ammo 2017-yilga kirganda Sri Lanka qarzini to'lay olmadi. Eksportchi ular 99 yillik ijara bilan portning kontrolligini Xitoyga o'tkazib berdi. Shundaqla Pokistondami 40 yillik port ijaraga olingan. Va bundan boshqa Xitoy Arakandami o'xshash bir ishni qilishni planlagan. Hatto Djiboutida bir dengiz usti bazasi ochilgan. Gerçi Xitoy qarz olgan pulni qaytarib ololmasa-mu, ammo Osiyo, Afrika, Yevropadagi savdo yo'llariga hukmronlik qilish qatorliq bir qism intayin muhim strategik nishonlarni amalga oshirdi. Xitoyning kun sari kuchayotgan ta'siri dunyodagi birdan-bir darajadan tashqari cho'ng davlat Amerikaga kirsak keldi. Biz Xitoyning harbiy bazalarining biri bo'lgan bu orol haqida paramlashamiz. Boshqa sun'iy orollarga o'xshash 3 yil ilgari bunday orol yo'q edi. Bu Janubiy dengizdan keyin 2014-yili sun'iy hamroh sur'atiga qaraydigan bo'lsak, Xitoy paraxodlarining bu orollarning o'rniga bir narsa qo'yganligini ko'ramiz. Paraxodlar sun'iy orol qurdi. Ular tash va qumni dengizning o'rtasidan chiqarib, orolda harbiy havo armiya bazasi va binolarni soldi. Janubiy Xitoy dengizi tabiiy boyliqlarga boy bo'lib, bu yerda 11 milliard ton neft, 100 trillion kub metr tabiiy gaz, bundan boshqa 10% baliqchilik kasbi bor.
Ama texmi muhimi dünyadaki barlıq soğuk toşu faaliyetlerinin 30%'i bu rayon ve Şərq Cənub devletlerinde. O, Asiyadaki 20 milyar ahalının merkezi ve iqtisad bazırına taqıtlılan. Xitay 15. əsrdəki bayqaşlarına asasen Xitay denizinin 90%'ını özüge təvə eşkenligini cərsanır. Ular kurgan Sünni arallar hərbi bazı bilen küçük göstüb Amerika'nı öz içine alan varlık devletlerini cimiktir. Ağan sır köp arallar özü kurgan rayonunu coğrafiyilik siyasi tasavvuru bilen hiç kandak avaz çıkarması boysundurmaktadır. Bu ahvalını hemme devletler bilir. Ama bunu toxtuş görünmeydi. Xitay kurgan Sünni arallarının biri. Eğer bire devlet Xitay hücum kılmakçı olsa, yani Amerika, Xitay öz kurallarından yirak rayonlarda bazı kurulur. Bunda bolganda bu uruş onun zımını kengaymaydı ve zımınıdan texmi yiraklaşır. Xitay yine anlı kaldı Çavuşenini kollaydı ve yardım verdi ve onun hayat geçirdi. Çünkü bu Amerika'ya bir kolunu uzatkanlık oldu. Amerika Xitay'sız yalnız kılışı, yani Soğudu toru bilen 124 devlet içinde kılışı, bunun dünyaya az meblağ salgınlığı gerek. Çünkü Amerika dünyanın her kayıcayla tesirini asta yoklamaktan. Kesel körpüsü olan bir devletten 30 yıl içinde Vardilla kadimki devirden atom devrine atlanışı ve kelgisi 10 yılda dünyanın dereceden taşkır çoğu devlete ayrılmış güçünü görüşü hem de diktatörlük yolu bilen yer şarı tehdit edip gelişine elbette dünya harap bulmaydı. Hem de halkara cemiyetin sahibi olan iqtisadi güçler Xitay'ın özünü çişlerilişine yol koyulmaydı. Bu virüs nurgun işlerinin özgürlüğü yol açıldı. En mühimi Xitay iqtisadi çöküşü başlaydı. Xitay'ın imparator buluş güçü berbat oldu. Şərq Türkistan müstakillığı yakınlaşır. Dünyadaki üstün akıldap atılganlarının eski ihtiyacı düşünür. Yani ola bedenimizdeki gayet zor iqtisadi mənbəyi buluş için biz bilen texim istifaklaşır. Dünya özgürüyordu. İnsanlık özgürüyordu. Düşünce özgürüyordu. Hayat şekli özgürüyordu. Yeni dünya tüzülmesinin belgili gücüde Şərq Türkistanlıklarının kimlikini saklap kılış için Uygurluğunu ve dinini saklap kılış için kançılık teyarlık kılıp atkanlıkını karavadıdı ve müstakillik için adlanan kalemini yüzden atıdı. Xitay yalgan sözlemekte. Yıllardan beri Xitay'nın yalgancılık işini hiç bulunmayan dünya halkı emdilikte gözüne çıka başladı. Xitay virüsü hakikaten kâr kelişke başladı. Bu kesel bilen yukumlanganlarının sanı milyonga yetti. Bütün dünya vehim içinde kaldı. Büyük güçler içinde bazı liderlerimi yüz verişke başladı. Xitay'ın sizgilleş, halkara sırttan kaldırış için hareket başlandı. Xitay devleti bu virüsün tarqıtıp bekle hata kılgan idi. Yakında bütün dünya Xitay'a dava açtı. Xitay sotlandı, milyardlarca төлem төлünüşke buyurdu. Elbette Xitay cinayetin aklaş için çırpındı. Ve Xitay'nın azgını pul aldığını Kompartiyaga yalaqçılık kılgan kembagal devletlerimi asta Xitay'ını siltip büyük güçlerinin arkası oytuşu başlaydı. Elbette Şərq Türkistanlıklarının meydanımı Xitay zulmüge karşı Uygurlarını kollagan devletlerinin